Nima shikoyat bo'lyapti? Shikoyat yo'q. Bir oylikda ko'ruv nevropatolog. Profilaktik ko'ruv bo'lyapti. O'g'limda ko'rsatgan gematoma chiqib, Qaysi tomondan qo'yadi? Aha. Shunga harakat. Og'iz atrofida ko'karishlar bor ekan, buni. Sariqligimiz ham endi tugayapti ekanda. Qonni to'ymayapti buni. Ozgina ozg'irlik bor-da bunda. Yo'l tushib qopti. Ba'zan qaltirab qoladi. Daftarlaring bormi? Nima qog'ozga yozib berammi, yopishtirib qo'yasizlar-a? Uyqu yaxshi? Joy yaxshi emas. Chinqirab Ha, bir uxlasa qancha vaqt uxlayapti bular? Zo'r uxlasa 2 soat uxlaydi. 2 soat uxlamaydi odatda. Bir kunda 2-3 marta 2 soat uxlab beradi. Qolgan payt 5-10 Yuzaki uyqu. Mana shu yuzaki uyqu deymiz. Vitamin D beryapsizmi? Ha, bugun mana shu. Nima degan? Ana mo'rzand avokado bilan D3 aralashgan. D3 bor ekanmi? Ha, D3 qayt ekan. Necha doz ekan? 1000 yu beryapti. Hop, mikrotrom bor, lekin prosta sizda bolada yig'lamayapti xolos. O'shuning uchun tromlar eritganda lecheniya qilamiz, xo'pmi? Vitamin D larini davom etaveradilar. Xo'p?